Nomi nima aka buni? Nomi. Greenford aka. Xo'p, Greenford buqamiz aka ukalar. Puli nech pul deyapsizlar? 35 kam bor. Savdosi bo'ldi? Bo'ldi. Nech pul? 31. 31 qilishdi. Savdosi 31 pulga berilmabdi aka ukalar. Aka bozoringiz bersin. To'g'ri. Jiyanlar bozorlari avjida. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori yakshanba kuni 31-may 2026-yil. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar jiyanlar. Baraka. 21 million 100 ga baraka akalar. Yigirma bir million 100 ga baraka. Barakasini bersin. Barakasini bersin. 21 million 100 ga baraka. Barakasini bersin. Riyallar 28 million kam bor deb savdosi 26 million 200 qilyapti. Berilmayapti. 26 million 200 ga so'ralyapti. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Yigirma olti million 200 ga savdosi bo'ldi. Yigirma olti millionga baraka. Sotildi. 26 millionga baraka o'tdi shu ham. Qadrdon obunachilar 31 million 300 ga baraka bo'ldi. Endi ro'y olib ketdik, 35 million kam bor deyapti. 31 million 300 ga baraka. Barakasini bersin. Obuna ol, like bosib qo'yinglar, aka-ukalar, xursand bo'lamiz inshaalloh. Manfaatli videolar qilib boramiz. 31 million 300 ga baraka. 1 2 57 million 500 ga savdosi bo'lib berilmayapti akalar. 57 million 500 ga so'ralyapti. Berilmayapti akalar. Xo'p, jiyanlar 67.500 dan taroziga baraka o'tdi. Hech narsasi yo'q, gazı yo'q, boshqasi yo'q. 67.500 so'mdan. 67.500 so'mdan baraka o'tdi taroziga. Hozir taroziga chiqqan videosini ham qo'yamiz. 67.500 so'mdan. Skidga boshqasi yo'q. Buni hali 68 dan oling. 69 dan oling, 500 ming o'tib beraman taroziga dedi. Kelishib olmagan ekan, hozir 67.500 so'mdan baraka yo'q. Bunisi 67 ming so'mdan taroziga. Taroziga 67 ming so'mdan baraka yo'q. Hozir taroziga chiqqan videosini qilamiz aka-ukalar. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Yakshanba kuni 31-may 2026-yil Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. Qani bismillahirrohmanirrohim. Taroziga chiqadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, jiyanlar. Bismillah. Bismillah. $520 kilo. Ne metre?
510 kilo. 67.500 so'mdan baraka. 510 kilo keldi. Endi ro'da sherigi 510 kilo keldi. 67.000 so'mdan taroziga baraka yo'q. 506 kilo dedi buni. 506 kilo. 67.000 so'mdan baraka. 506 kilo. Xo'p, qadrli obunachilar, 32.200 ga baraka yo'q. Endi savdosi bo'lyapti, 32.200 ga baraka. Xo'p, jigarlar 30.340 ta berilmoqda. Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozori. 31-may 2026-yil haftamizning yakshanba kuni, bozor kuni. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, akalar, xursand bo'lamiz. Aka necha pul oldi? Xo'p, shved uqamiz 31.500 qilyapti ekan. Savdosi bo'layotgan berilyapti. Ukasi blogermisiz? Ha, salom alaykum. Nima yurasiz? 31.500 ga berilgan shved uqamiz. Xo'p, jigarlar 30.700 ga baraka. Endi oldi, videosini qiluvdik buni. 30.700 ga baraka bo'ldi.